qilamiz. Dilmurod aka bu liniyasi bor dedingiz-a, buni ham? Buniki ham bor liniyasi. Hop, bugun 3 tami 4 ta chiqadi dedingizmi? Liniyasi bor. Liniyasi bor, 3 3 dona. Qaysi liniyalardan? Bu krasavchik liniyadan. Bu krasavchik. Ikkita krasavchik, bitta karabil liniya. Bitta karabil, ikkita krasavchik, xudo xolos. Akalar mana krasavchik liniyadan akalar navbatdagi partiyamizni ham boshlab oldik. Mana xudo xolosa. Hop, 4-partiyamiz Dilmurod aka. Akalar 4-partiyamizga mana razrezni qaranglar, dumpum aralashmagan zo'ridan. Oyoq kengliklari zo'r kelgan, buni stakan tuyoq, oyoqlari ham polvon variantidan. Bu krasavchik 2 bu. Krasavchik bu ham aka. 2, nariga 3-da chiqqanda sherik. Ha, hop, 3-da akalar sizlarga qo'ydi liniyaligidan kerakmidi? Liniyaligidan istab yuruvdilaringmi? Mana akalar, xudo xolasa, Dilmurod akamiz o'tgan safar ham liniyali qo'ylar chiqargan edilar. Bu safarga ham liniyasi borlardan olib kelibdilar, xudo xolasa. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar, yo'masam biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Navruzbek.uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda onamda toza qonli liniyalik arashan qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani, hop Tepaqo'rg'on qishlog'idan, Arzonchilar, O'ptimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Bugun akalar hafta kuniga hop payshanba 2026-yil akalar. 19-fevral. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz o'sha bunaqa qo'ylarni kim chiqaryapti Navruzbek sizning kanalingizda desalaring, o'sha har doim qo'ylarning narxini yaxshi qo'yib berayotgan, ona bolalarni ham olib kelib yaxshi puldan qo'yib berayotgan, arzon puldan qo'yib berayotgan akamiz Dilmurodjon akamizning onadonlariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilmurod aka, sizingmisiz? Rahmat. Xudo xolasa aka, sekin-sekin liniyali qo'ylarga o'tilyapti. Bugun ham liniyasi tayin qo'chqorlar keldi. Tayin, ota-onasi tayin, xudo xolasa liniyaligidan. Hop, Dilmurod aka yo'masam, endi buni chiroyli qilib ma'lumotlarni beraylik. Birinchi aka qarab turing. Liniyasini ayting aka. Bu liniya karabil liniyadan bu. Liniya karabil. Xudo xolasa, Navruzbek bitta aytib o'tib ketaman. Biz ham buni olyap turib so'raymiz, har tomonlama ma'lumotlarni olib keyin olamiz buni. ha. Biz ham shu dehqon aytgan gapni aytamiz biz ham. Ha, misol uchun aka bu qo'yingizni liniyasi qanaqa, zoti qanaqa deyiladi, sizga aytadi. Biz ham, endi qarang, o'zi bilgan odam tushunib oladi o'zi. Liniyasi borlik qo'y o'zi ajrab turadi. O'zi ajrab turadi. 9 oylik qo'zi qarang. 9 oylik qo'zi. Tishi marjon hali Gap yo'q. Bo'l. Ya, boshqatda yaxshilab oching. Mana. Mana akalar, 9 oylik qo'z, tishlari hali marjon. Ko'kraklarini qarang. Ko'kraklari ham xudo xolasa ko'kraklari keng, yaxshi variantidan akalar. Yaxshi chiroyligidan yaxshisidan olaman deganlar. Yana bir gap qarang mana. Buni yuzini, kalla boshini ko'rgan odam qo'zi demaydi buni. To'g'ri. Kallasi bo'shaydi. Katta qo'y ekan, aka kallasi katta. Bundan o'zi zotini bilib olsa bo'ladi. To'g'ri. Buni endi aka quloq uzunliklari parametrlarini nechiga beramiz? Quloqlarini 20 chiqdi. Quloqlari 20. 20 ga olishaveradi. Aka buni bo'ylari-chi? Bo'ylarni o'lchab ko'rsatadi. Bo'ylarini akalar o'lchab ko'rsatiladi, lekin tikka dumba kelishgan variantidan aka. Qo'zi qo'chqorni qarang. 9 oylik qo'zi qo'chqorni bo'yi akalar mana. Qaranglar. 9 oylik qo'ydi bo'yini qarang mana. 90. 90 plus ham chiqyapti aka. 90 ga olishaveradi. 90 ga olishaveradi. Akalar, xudo xolasa 90 ga olaverasizlar. Karabil liniyadan qo'chqorimiz. Oyoq kengliklari ham zo'r, dumbalari tikka rakita dumba. Keyin buni bir belini tekisliklariga e'tibor beringlar. Bellari juda ham tekis kelishgan narsa. 9 oylik qo'ziga akalar, to'g'risini aytganda bu 90 bo'y haqiqatan juda ham katta. Ko'pchilik ishonmaydi buni 9 oylik deyishga-da. Yo, to'g'ri. Kishi aytib turibdi buni. Kishi aytib turibdi, o'zi aytib turibdi. Bilintirib turibdi. Hop, Dilmurod aka 7 sog'lomliklariga xudo xolasa ma'lumotlarni bir hafta garantiyasi. Bir hafta garantiya. Xotirjam akalar sinab olaverasizlar. Sinab ko'rishaveradi. Dastavkalarimiz qayergacha? Samarqandgacha bo'ladi. Dastavkalarimiz Samarqandgacha bo'ladi akalar. Qo'chqor, chiroyliligini qaranglar. 5 oydan tishini chiqaradi. 5 oylardan keyin tishini chiqaradi. Hop, Dilmurod aka endi sekin mana o'zingiz ham bilganingizdek narxiga yetib kelyapmiz aka. Narxini xudo xolasa o'sha elga tushadigan qilib, chiroyli qilib qo'yib berasiz aka. Navruzbek, bunday narsa. Biz endi bu liniyani qo'chqoraganda palam pul aytmaymiz. Olgan narximizga ozgina foyda qo'yib aytaveramiz. Bo'ldi aka. Olgan narxingizga misol uchun chiroyli qilib elga tushadigan qilib aytsangiz bo'ldi aka. Nech pul deymiz buni? Buni $1000 ga dastavka ichida ketaveradi. $1000 ga dastavkasi ichida ketaveradi. Akalar, xudo xolasa $1000 ga dastavkasi ichida Samarqandgacha yetib boradi. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Dilmurod aka xayrlarini qilib berasiz, xudo xolasa telefon qilsin. Telefon qilib Dilmurodjon, ash qo'chqoringizni olmoqchiman, xayrini qilib bering desalaring qilib beriladi. Qaranglar. Taglari ham oq palasa, xudo xolasa chiroylisidan olaman deganlarga. Akalar, qo'chqorimiz yoqqan bo'lsa kommentariyada mashalloh deb obuna tugmachasini bosib
Like'ni bosib o'tib ketinglar. Xudo xolasa sizlar uchun doim harakatdamiz, yaxshilarini chiqarib boramiz, Dilmurod aka. Hozir pullarni yengil qilib qo'yib beramiz. Hop, keyingi partiyalarimizga qanaqalar liniyaliklari bormi yo? Liniyalik. Keyingisiga ham liniyaliklari chiqadi. Liniyaliklar bor, ha. Akalar, xudo xolasa bitta ikkita liniyadan qo'ylarimiz bor ekan, ularni ham chiqaramiz. Keyin liniyasi yo'q, lekin toza arashalar ham chiqadi. Chiqadi, ha. Liniyasi bo'lmasa ham toza arashalar ham chiqadi. Liniyasi bor, lekin biz uni bilmaymiz, ma'lum. Uni bilinmaydi, to'g'ri. Biladiganni aytib ketamiz. Bilganingizda aytavering aka, Aytib ketamiz, to'g'ri ha. kelmaydi u. Bilmasdan aytish to'g'ri kelmaydi. Akalar, biz bo'lmasa keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. 1000 dollarga telefon qilib aloqaga chiqinglar, xayr sunnatiga o'tib beriladi akalar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi partiyamizga, ya'ni ikkinchi partiyamizga ham xudo xolasa Qo'chqorni yaxshi manamda yuzboshlari toza kelishgan variantidan akalar. Dumbar razrezlarini qaranglar, dumpum aralashmagan, oyoq kengliklari yaxshi, chiroyligidan olaman deb qidirayotganlarga akalar, xudo xolasa narxi ham qulay bo'ladi, Dilmurod aka. Qarang, baquvvat lekin. O'ta ham baquvvat ekan, oyoq kastaklariga e'tibor beringlar akalar. Qo'y zo'r ekan. Hop, eng kamida 15 ta qo'yga javob beraveradi. Kamida. Ha. Chunki kilogrammi ham normalni qo'y. Kilogrammi ham normalni. Qisqasi hozir kilogrammi aka normalni bo'lgani bilan semizmas ekan, bu rosa o'sha sovliqqa qo'shsa bo'ladigan sportivniy holatda ekan. Holatda, ha. Tishlarini ochib ko'rsatib qo'yaylik aka. Tishdan o'tdi bu. Mana akalar, ekitishdan o'tgan, xudo xolasa akalar, oldi ko'kraklariga bir martadan ahamiyat beramiz. Oldi ko'kraklari ham zo'r. Oyoqlarini qaranglar, oyog'i ham juda polvon narsa ekan, ko'z tegmasin. Jullari simjin. Xudo xolasa 200% garantiya beraman. 200%. Ha. Xo'p, Dilmurod aka, endi buni bo'ybastlarini nechiga beramiz aka? Bo'ybastni o'lchab ko'rsatamiz buni. Bo'ybastlarini xudo xolasa o'lchab beramiz. ko'rsatiladi akalar. Jonivor lekin haqiqatdan kelishgan narsa ekan. Mana akalar, metr tekis qo'yilyapti. Teskari bo'lib qoldi. Dilmurod aka, aylantirib oling. Akalar, to'g'ri tushunasizlar. Mana 90 xudo xolasa aka. 90 ga olishaveradi, 90 plus ham chiqyapti. Akalar 90 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Qo'yni yaxshisini olaman deb qidirib yurgan bo'lsalaring tavsiya qilaman. Yedi ishti sog'lomliklaridan muammolari yo'q. Bir hafta kafolatlari bor. Belini mana bu tekisliklariga bir e'tibor beringlar. Dilmurod akamizda doim beli tekis, chiroyli kelishgan narsalar chiqadi. Ertadan keyin akalar kun yana ham isiganda bir martadan hop junini olib qo'yinglar, xudo xolasa simjim bo'lib, zo'r bo'lib, chiroyli bo'lib turadi qo'rangizda. Hop, Dilmurod aka, buni endi chiroyli qilib, elga tushadigan qilib narxini bo'lishini ayting aka. Buni Navro'zbek Obunachilar like'ni bosib ketishsin narxda aytganingizda. 10 millionga dastavka ichida ketaveradi. 10 million so'mga dastavkasi ichida ketaveradi. Akalar, 10 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqasizlar, dastavkalarini qilib Samarqandgacha yetkazib beriladi. Samarqanddan u yog'iga kelishilgan holatda. Samarqanddan u yog'iga kelishilgan holatda yetib boradi. Xudo xolasa, Qo'chqorni zo'rini olaman degan tanish-bilishlarga podlista qilib jo'natib qo'yamiz akalar. Like'ni bosib qo'yinglar, bo'lmasa biz 3-partiyalarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizni ham boshlab oldik, xudo xolasa. Jonivorni yuzlarini qaranglar, mana tumorlar nima deyapti, xudo xolasa. Hamma tomonlama kelishgan, bel tekisliklari, quyruqlari, kastiyaklari mana razrezlari ham xudo xolasa zo'r akalar. Tinig'idan olib ko'paytiraman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Dilmurod aka, bu liniyasi bor dedingiz-a, buni ham? Buniki ham bor liniyasi. Hop, bugun 3 tami 4 ta chiqadi dedingizmi? Liniyasi bor. 3 liniyasi bor, 3 3 dona. Qaysi liniyalaridan? Bu krasavchik liniyadan. Bu krasavchik. Ikkita krasavchik, bitta karabl liniya. Bitta karabl, ikkita krasavchik, xudo xolasa. Akalar, mana krasavchik liniyadan 8 oylik mana. 8 oylik. 8 oylik qo'zimiz akalar, tishlari marjon hali mana. Oq yuzli. Quloq joylashuvlarini qaranglar, juda ham go'zal. Oq yuzligiga, hop, mana bu quyruq joylashuvlariga, oyoq kengliklariga, undan ham tashqari mana bu oyoqlarning polvonligiga e'tibor beringlar akalar. Zotga qo'ya olyapsizmi? Mana sizlarga yaxshi tavsiya. Qo'ydi hamma tomonlama ko'rib olinglar. Nimagaki ertadan keyin pullaringga kuyib qolmanglar. Bitta zotga emas, qanaqa qo'ya olsalaring ham doim ko'rib olinglar. Akalar, xudo xolasa. Tuyoqlarni ham olib bering videoga mana. Ha, akalar, tuyoqlarini qaranglar. Stakan tuyoq. Kesilmagan mana shu tuyoq akalar, kesilmagan mana. Stakan tuyoq, xudo xolasa. Hop. Dilmurod aka, buni yosh oyligini 8 oylik dediga. Bo'yini o'lchab beramiz. Yosh oyliklari akalar 8 oylik, bo'ylari o'lchab ko'rsatiladi. Bir marta o'lchab ko'rsataylik endi. Mana akalar, bo'ylarini o'lchab ko'rsatyapmiz. 85 aka. 85 ga olib. 85 ozgina pilisi ham bor ekan, lekin 85 ga olishaveradi. Akalar, xudo xolasa yaxshisini olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Qo'chqorda yaxshisidan. Hop,
Dilmurod aka 7 ishchi sog'lomliklariga nima deymiz? Bir hafta garantiya. Bir hafta garantiyalari Bu ham bor. hozir qo'yga qarashlari yaxshi Navruz, lekin hozir buni tarbiyalab qo'shsin yaxshi bo'ladi. Tarbiyalab qo'shgan yaxshi-da aka, Yaxshi. baribir. Ha, yosh Endi buni tomon hali. aka liniyalik qo'ydi buzib qo'yishlari mumkin-da. Shunaqa, ha. O'shaning uchun tarbiyalab qo'shib olishsa keyin yaxshi. qo'shishadi, zo'r Hop, bo'ladi. Dilmurod aka endi buni narxini elga tushadigan qilib, chiroyli bo'ladigan qilib ayting aka. Navruzbek, qarang, qo'yni ko'rinib turibdi, $900 tasdiq ichida ketaveradi. $900 ga. $900. Akalar $900 ga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa qo'chqorimiz o'ta ham zo'ridan aka. Akalar yaxshisini olib boqaman deb qidirib yurgan bo'lsalaring tavsiya qilamiz akalar. Razrezlari ham zo'r, hamma tomonlama kelishgan. $900 ga realni yaxshi narx, lekin telefon qilsalaring xayrini ham qilib berasiz aka. Beramiz ozmos xayrini. Akalar xayrini qilib beriladi. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqinglar, bo'lmasam biz nariga krasavchik liniyadagi qo'yimizni olib chiqamiz a. Keyingisi ham bor. Keyingisini olib chiqamiz. Akalar, navbatdagi partiyamizni ham boshlab oldik. Mana xudo xolasa. Hop, 4-partiyamiz Dilmurod aka. Akalar, 4-partiyamizga mana razrezni qaranglar, dumpum aralashmagan zo'ridan. Oyoq kengliklari zo'r kelgan, buni stakan tuyoq, oyoqlari ham polvon variantidan. Bu krasavchik 2 bu. Krasavchik bu ham aka. 2, nariga bir 3-da chiqqanda sherik. Ha, hop. Uchinchida bundan oldin chiqqan partiyamiz bilan otasi bitta, onasi boshqa. Ona boshqa, otasi bitta, xudo xolasa akalar. Quloqlari ham zo'r ekan jonivorni. Yuz boshlariga e'tibor beringlar. Buni ham tishini ochib ko'rsatib qo'yaylik aka. Bu ham 8 oylik mana. Realni bo'lsin, yaxshilab oching. Bo'ldi aka, bo'ldi. Mana akalar, qo'chqorni zo'rini olaman deyotgan bo'lsalaring, xudo xolasa mana shu qo'chqorni tavsiya qilaman. Endi akalar liniyalik qo'ydi, buzib qo'yishlaring mumkin. Ilojini boricha hozir olib avgustgacha chiroyli qilib tarbiyalab, avgust oylarida qo'shsalaring zo'r bo'ladi jonivor. Ko'z tegmasa akalar. Hop, Dilmurod aka buni parametrlari qanaqa? Bu bo'ylarni o'lchab ko'rsataveramiz buni. Bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz. O'zlari ko'rib olsa yaxshi bo'ladi. Mana akalar. Baribir ko'rib olganga yetmaydi. 85 plus 85 ga olishaveradi. Akalar 85 ga olaverasizlar. Xudo xolasa oyoq kengliklari zo'r, juda ham kelishgan narsa ekan akalar. Ko'z tegmasin xudo xolasa. Hop, Dilmurod aka 7 ishchi sog'lomliklaridan muammosi yo'q-a? Yo'q. 7 ishchi sog'lomliklaridan muammolari yo'q. Qo'yga qaraveradi, lekin yosh hali baribir. Aka, bu liniyalik narsani buzib qo'yishsa, ertadan keyin ishlamay qolishi mumkin-da aka. Uni ilojini boricha akalar buzib qo'ymasdan, sovliqqa qo'shib qo'ymasdan boqsalaring yaxshi bo'ladi akalar. Narigi tomonni ham tortib qo'yaylik, unda aylantiring. Mana akalar bu tomonlar. Mana shunday ushlab turing aka. Haqiqatdan akalar qo'ylar juda ham go'zallari chiqyapti bugun. Laykni bosib qo'ysin, Dilmurod aka, xudo xolasa. Akalar, mehnatimizni qadrlagan holatda bittadan laykni bosib qo'ysalaring, albatta biz akalar xursand bo'lamiz. Ko'z tegmasin, qo'ylar zo'r ekan. Hop, Dilmurod aka, buni hamma ma'lumotlarini aytdik. Qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa, telefon qilib o'zingizdan so'rab olishaveradi. Narxini nima deymiz aka? Narxini $8 ga qilib beradi bunga ozmos. Narxini $8 ga. Hop, akalar, narxi $8 deb belgilandi. Telefon qilib aloqaga chiqsalaring, xayr sunnatiga o'tib beriladi aka. Xolos, xayr sunnatiga o'tib beriladi. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, lekin qo'chqor haqiqatdan go'zal, chiroyli, yaxshi narsa ekan, ko'z tegmasin. Quloqlari aka 20 chiqargan, xudo xolasa. Quloq ham 20 chiqadi. Qulog'i 20, xudo xolasa akalar, ko'z tegmasin. Mashalloh deb yozib ketinglar akalar. Bo'lmasam biz akalar $8 ga qo'y yaxshi narx, go'zal narx akalar, qo'yga arziydi, xudo xolasa. Endi mendayda qarang, buni liniyasi bo'lsa nimaga buni arzon narx deyishlari mumkin ham. Ha. Lekin biz ham kelgan narx qarab qo'yamiz. Kelgan narxga qarab qo'yamiz. Yengil keldi, yengil qo'yib beramiz. Yengil keldi akalar, yengil qo'yib beriladi. Baraka topsin, xursand bo'lamiz. Olib baraka topsalaring, xudo xolasa Dilmurod akamiz ham o'rtada turgan, men ham albatta xursand bo'lamiz. Biz bo'lmasa keyingi partiyalarimizni boshlaymiz akalar. Akalar, 5-partiyamizga ham xudo xolasa urug'likka qo'chqorni yaxshi variantidan ekan akalar. Mana dumbalari, dumba razrezlari bor. Oyoq kengliklari yaxshi, kelishgan narsa. Dilmurod aka, bu juda uzun narsa ekan aka, gazi uzun ekan a? Ha. Gazi uzun ekan akalar. Polvon ham gazi uzun narsa ekan. Hop, Dilmurod aka, buni yoshlari qanaqa? Bu ham qo'zi mana qarang. Yoshlari qo'zichoq. Menimcha 9 oylik bo'lish kerak bu ham. Ha, bir 9 oylik atrofidagi qo'zi akalar. Ko'kragini qaranglar, ko'kraklari ham juda ham keng, yaxshi narsa, xudo xolasa akalar. Yuz boshlariga hamma tomonlama e'tibor beringlar. Buni Navruzbek, bu ham qo'zi, bo'ybaslar yaxshi qo'shqor, lekin liniyasini bilmaymiz buni. Lekin buni liniyasini bilmaymiz. Aka, bilganingizni gapiravering, to'g'risi. Bilganingizni gapiravering, bu gapirilgan gapga ertaga javob berish ham bor aka. Jonivor haqiqatdan yaxshi ekan, laykni bosib qo'yinglar. Bo'ybaslarini nechiga beramiz? Buni o'lchab ko'rsatamiz buni ham hozir. Bo'ybaslari xudo xolasa o'lchab ko'rsatiladi akalar mana. Mana akalar. 85 plus
85 ga olishaveradi. olishsa buni ham. Akalar, xudo xolasa o'sadi. 85 ga olaverasizlar, lekin Dilmurod aka mana shu qo'yingizga ishqiboz bo'ldim. Oldi ko'kragi juda ham keng ekan-da aka. Qaranglar akalar, oldi ko'kraklari keng. Hop, Dilmurod aka buni endi narxini nima deymiz aka? Buni 8 millionga Bastakor ichida ketaveradi. 8 millionga. Ha. Akalar 8 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Telefon qilganga xayrini qilib beriladi. Hop, Dilmurod aka bu so'nggi partiyamizmi yo bundan keyin ham bormi? 4 dona qo'shqarimiz bor. Ular hammasi birdaniga chiqadi, 4 dona. 4 dona arzonidan. Arzonidan bor. Bo'lmasam akalar biz o'sha arzon tarifdagi 4 ta qo'yimizni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga xudo xolasa 4 dona Dilmurod aka. So'nggi partiyamizga 4 dona ekan akalar. Hop. Soni 4 dona. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor qo'zilar. Hammasini aka 7 oylik Qirg'izistonda qo'chqorlar. 7 oylik Qirg'izistonda qo'chqorlarni. Yuzboshlari toza, hammasi kelishgan, chiroyli variantlardan aka. Ularni ham boqib zotga qo'shsa bo'laveradi, katta qilgan. Zotga qo'shsa bo'laveradi. Bo'laveradi, ha. Lekin yengil qo'yib beraman 4 ta olgan. 4 ta yengil narxda bo'ladi. Ikkitasi bo'ylari 80, ikkitasi 75 plyusda. Ikkitasiniki 80 dan, ikkitasi 75 plyusda. Past hammasi bir xil akalar. Hammasi qaranglar, dumbalari tikka dumba, oyoq kengliklari yaxshi, hamma tomonlama zo'r. Yuzboshlari ham bunaqa xunuk narsa emas. Zo'radan chiroylisidan, eng qizig'i puli qulaydan olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Mana shuni ushangchi aka. Mashina jullari ham simjon kelishgan narsa ekan. Yuzboshlari ham tiniq. Hop. Dilmurod aka 7 sog'lomliklariga nima deymiz? 1 hafta garantiyasi bor. 1 hafta garantiyalari bor. Kelib chiqishi Qirg'iziston. Qirg'iziston bular. Kelib chiqishi akalar Qirg'iziston. Qo'ylar lekin haqiqatdan sifatli kelishgan narsalar ekan. Hop, Dilmurod aka endi buni videoning oxirini cho'zmaylik. Narxini necha puldan qilib beramiz? O'zbek 4 ta olsa Bo'ladiganini ayting. 4 ta olsa 5 million dastavka qilib beraman. 5 million so'mdan dastavkasi bor. Akalar 5 million so'mdan telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Navruzbek Uz kanalining nomi, ya'ni men nomim bilan chiqsalaring, xudo xolasa arzonroq qilib beriladi aka. Tanlab olsa lekin 5,5 dan beraman. Tanlab olsa 5,5 dan. Endi yana bitta ma'lumot qarang. Hozir mana shunday qo'ydi ham, jaydar qo'ydi ham, bozor 4,5 millionga bermaydi biz jaydar. To'g'ri. Lekin bularda akalar zoti bor, yaxshi narsa. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa narx yaxshi bo'ldi. Bugungi videolarimiz mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Hop, akalar bu chiqargan qo'ylarimizning narxini, fikrlaringizni xudo xolasa kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolasa o'qimay qoldirmaymiz akalar. Sog' bo'linglar akalar.